Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Bugun studiyada men Odinaxon To'xtasinova, hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli Kango. Demak biz boshladik. Bog'da uchan minachi, gulni quchan minachi, biram chiroyli qarang, qanotlari rang-barang, shisha kabi ko'zi bor, yumaloq yuzi bor, guldan gulga ko'chadi, guldan sharbat suradi, ovun chog'im ninachi, sev quvonchim ninachi, bog'imizda uchib yur, gullarimda quchib yur. Dugoningiz she'r bilmas ekanlar? Biladi dadajon haqida. Aytib ber. Dadaxoning, inkotang, iskavoning. Qanaqasidan? Mana qasam oyga borganda sapalog'idan. Shapaloq bu urush-ku. Oddiy konfet kelmasa uradi misli. Siz adingizni urasizmi? Ha. Dadam skolat olib kelmasa ozgina o'yaman. Qattiq o'ymayman. Og'ritmaysizmi? Faqat akasini urishadi. Meni sochimni tortib. Tortmaydi-ku. Tortadi-ku. Kecha tortgan meni. Qattiq tortganda. Pashshara odam oldiga nimaga keladi? Chaqishchi. U ishir boradimi? Bitta chaqqanmi? Lekin pashshara chaqishni bilmaydi. Sharq pashsha chechani sariq. Chivin bo'ladi u. Chivin shuni o'ldirishim keladi. Kallagasi menga yo'qmi kallagasi. Unda yurayotgan bo'ladi-yu. Men sразу bo'saman. O'lib qoladi-ku. Ustida saqiyva. Balkim uni bolalari bordir. Yo'q, aldamay. Siz hali hech kimdan kaltak yemadingizmi? Yedim. Kimdan? Opamdan. O'yin opa. Hozirgi zamon boshqa, avvalgi zamon boshqa. Avvalgi zamonga unaqa kiyinish bo'lmagan. Televizor bo'lmagan. Mana telefon bo'lmagan, iPhone Pro Max'lar bo'lmagan. Nima desam, ko'chaga ham chiqish bo'lmagan. Faqat ish bo'lgan. Bobom sizni tanimaydi. Tanishtirmadingizmi? Bobomda telefoni bor, lekin telefonda muncha o'tirmaydi, faqat televizorda qo'rqinchli bir bola ovlarni ko'rib o'tiradi. Bo'rilarni terlari, shunaqalarni ko'rib o'tiradi. Chunki bobom erkak kishi, biz ayol kishi. Boboyingizni eng yaxshi odatlari qaysi? Eng yaxshi odatlari namoz o'qishi. Eng yomon odatlari-chi? Eng yomon odatlari so'kinishi. Eshitib qolganmisiz? Bobom ko'ngli bo'shda birovga ish qilib ber desa qilaveradi, keyin pulni beraman desa uni qilaveradi, keyin telefon qiladi-da, keyin urashadi. So'kinadi. Pullarini ola olmaylarmi? Ko'ngli bo'shda yo'q deya olmaydi. Bobom uncha so'kinmaydi, lekin boshqa erkak kishilar so'kinaveradi, ular chunki tarbiyasiz, muomala nimaligini bilmaydi. Siz ham mana shunaqa xafa qilib yuribsizmi? O'rtoqlarim ham shunaqa deb yuraman. Nima deb yurasiz? Xafa qilib. Aldayman, qilaveraman. Aldab beraman. Keyin siz bilan hech kim gaplashmay qo'ysa-chi? Gaplashmay qo'ysa, uraman. Qiz bo'ladi, o'rtoqlarim. Qiz bolani ham uradimi? Voy, uradimi? Siz urdingizmi? Albatta, o'g'il bola, lekin qiz bola deyman ularni. O'g'il bola lekin Kimdir eshiginglarni taqillatsa nima qilish kerak? Qiz bola taqillatgan bo'lsa, bo'lmaydi. Bilasizmi, kimdir taqillatadi-yu, eshitaman. Katta yigit bo'lsangiz kim bo'lasiz? Biznesmen. Hali buvimga bivaytlar sotib beraman. Dangasa degani nima degani? Turganda umuman ish qilmaydi. Dangasa deganimdan kimni esladingiz? Opachammi? Nega? Opacham shunaqa turmaydi.
Nimaga siz turg'izmaysizmi? Tur o'rningdan demaysizmi? Sozramayman. Turing o'rningizdan demaysizmi? Qoch, xonamdan chaqib ket dedilar. Qo'rqasizmi? Yana kimdan qo'rqasiz? Akamdan, Yanachi? ya'ni ikkinchi akamdan. Sizdan kim qo'rqadi? Hech kim. Quyoshi tagida ko'p yursa nima bo'ladi? Qorayib ketadi, negr bo'lib qoladi. Afrikada bo'ladi, qop-qora negrlar. Sizga o'xshabmi? Men qora emasman-ku. Men bug'doylayman-da. Tabiiylayman, normal. O'zi oppoqlar xunuk bo'lib ketadi. Masalan, meni singlim bor, u ham oppoqcha. Uni hamma yosh ko'radi, mashaga o'xshaydi. Ikkinchi hamma joyga osilib oladi, maymunga o'xshab. Hammani rangi o'ziga yarashadi. Hammani rangi tabiiy. Afrikada quyosh bor-da, shunga qorayib ketadi. Bizni quyoshimiz ham Afrikanikidan qolishmaydi? Qolishmaydi, lekin bizni uyimizda bunaqa akfas yaxshi-ku, ulardiki, u bechoralardiki yaxshi emas. Bunaqa yog'ochlardan quradi-da bechoralar. Ularga pul berish kerak, pul. Mana sizda iPhone'ingiz bor. Ularda umuman telefoni yo'q. Sizlarni uyingizda kimga mazza? Menga mazza. Kimga mazza emas? Sizga mazza emas. Shunda sizga mazza, menga mazza emas-a? Ha. Abdulloh, haqiqiy do'st qanaqa bo'lish kerak? Qizi bola bo'lish kerak. Siz nima jiddiy gapirmayapsiz? Bunaqa siz hazilkash bo'lsangiz, men siz bilan gaplashmayman. Men esa faqat nanamdan qo'rqaman. Chunki nanam kichkinaligimdan meni boqqan. Katta qilgan. Bo'lmasam nega nanangizga gap qaytardingiz unda? Qachon gap qaytardim men? Nervlarga tegsam agar shunday bo'lishi mumkin. Endi o'rtancha bo'ladi. Ba'zi paytlar o'rtancha. Unaqa ko'p gap qaytarmayman. Ana nervimga tegsa agar biron kishi gap qaytarishi mumkin. Ayam eshikda turgan paytim, ayam ko'rib olib ketganda uyga keyin dadam miras. Keyin Amerikaga ketib. Siz shkafda turganmisiz? Nega? Shkafga kimdir qo'yib ketgan bo'lsa kerak. Ayam meni qornidan chiqib olganda, keyin inga deb tug'ilganman. Inga desang radamda bilasan-ku. Kimning katta bo'layapman. Sizni hozir dadangiz ko'rib turgan bo'lsalar, Amerikada turib, Ko'tarmaydi. Mening dadam har kuni tepaga otadi, ko'taradi. Qo'rqasan-ku. Yo'q, qo'rqmayman. Sekin nima deyar? Uzun. Mundoqchi. Tutoladigan nima edi? qarmoqmi? Qarmoq qo'shigimda uzunchi. To'r. Shunda ilim qo'yganda baliq. Unda tutayapman. Nima qildingiz uni? So'yib yeb qo'ydim. Cho'lda yuradigan bitta hayvon bor. Ana tuya. Barakalla. To'ppa-to'g'ri. Bizcha hayvonot bog'iga borganda ko'p joylarda ko'rganmizki, men ustiga chiqib yoniga bormoqchi bo'lib, ovqat bermoqchi bo'lganman-da, lekin dadam aytgan, u tufurib tashlaydi, keyin tufursa, betingni yuvsang ham hech narsa qilmaysan, asib beraverasan, yoniga borma degan. Shunga bormaganman, lekin birovlar qo'rqitib qo'yibdilar-da. Nimaga? Tuyani belida yostiqchalari bor-ku, u nimaga kerak? Men anaqa o'tirganda ikkita sababi bor-da. Bittasi tuyani suyagiga odam anaqa oyog'i yomon tegmasligi uchun, ikkinchisi bo'lsa, odam anaqa anuda beli og'rib ketadi-da, o'tirganida, shunga ko'rpa qo'yadi. Agar farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni xohlasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.